Ofi, buncha hamma yoq bardak yig'ishtirsalar bo'lmaydimi? Nilufar soat 7da turganman, o'shandan beri ish qilaman. Ben 7gacha uxlaydimi odamman? Qizlik vaqtimga 4ga turib xo'rozni uyg'otaydim, 4 qichqir derdimda hamma yoqda ishlarni qilaydim keyin. Qachon buni bular? Uyg'on! Dur! Quyosh chiqdi! Abid böyle dersingga bor. Uxlashga beringlar, bormayman hech qayoqqa. Ko'rmaydi buni ona. Oshxonani ahvoliga qarab bo'lmaydi-ku, keyin oshxonani yig'ishtirsangiz bo'lmaydimi? Nilufar yarim soat bo'ldi, hozir yig'ishtirib chiqqandim. Men qizlik vaqtimga oshxonaga yashardim, chiqmasdim. Hamma joy chinniday turardi. Qiz bolasan ertaga yerga tegasan yig'ishtir oshxonani. Mana hamma yoq toza turibdi-ku, qayerdan tozalay buni? Ana, bo'ldimi? Asabimga tegma, hozir tegaman. Nimaga yuvilmagan kirlarni bera ilib qo'ygansizlar? Voy, hammasi yuvilgan, hozir yuvdim. G'oli bu yuvilgan kirlarmi? Men qizlik vaqtim hamma kirlarni hozir maqtanib qolaman. Aka, o'zingiz ayting. Ya, men aytsam. Buni qara kirlarni yuv. Men seni tushuring, menmi kirlaring yuvaman, o'zing yuv. Bu seni kirlaring. Ona kirimni yuvmadingizmi? Kenayi osh pishdimi? Tayyor bo'lib qoldi, hozir sizaman. Pishsa bir ko'sa qo'shnilarga ham bering. Men ham qizlik vaqtim qo'shnilar bilan shunday zo'r chiqishganman. Hamma qo'shnilarimiz meni qizidan yaxshi ko'rgan, ha? Qo'shnilar bilan zo'r chiqishgansan? Yana bir marta tavuqing bizani hovliga kirsa, o'zim suymayman, tushundingmi? Sansirama, men dadang bilan tegman. Hozir senga ko'rsatib qo'ymas. O'zing bos, sening o'zing bos. Qo'shat. Hey! Qimmat Nilufar. Qoch, ko'zingga ko'rsataman seni. Kenayi, qo'lingizdagi 17 Pro Max'mi? 17 Pro Max. Kim olib berdi? Akes High Life Electronics'dan bittagina pasport evaziga boshlang'ich to'lov bilan qolganini bo'lib to'lashga berdilar. Aka, men qizlik vaqtim Yurakka to'kilib qizlik payti buni qilganman, buni hech narsa qilmagansan, ayiqday parqqa uxlagansan. Sumkang bo'l, uyingga ket, tamom. qarab turlaring. Bor yo'qol.